Dunyodagi eng qo'rqinchli 10 cheklangan rayon. Ba'zi cheklangan rayonlarning sirliq darajasi hatto sizning tasavvuringizdan mishib ketadi. Yurak berib meni qetib davomini anglang. 4-si Groina oroli. Shotlandiyaning g'arbiy dengiz qirg'oq atrofida Groina ismli ellips shakli kichik orol bor. Manzarasi kishini maftun qiladi. Lekin bir qitimliq biokimiya krizi sababdan bu orol Yevropadagi eng xatarlik orolga aylangan. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Angliya Germaniyaga qarata biokimiyalik plan yo'l qo'ygan. Ayni chog'da bu orol bu tadqiqotning sinaq maydoni bo'lgan. Lekin bu plan hisobda mag'lub bo'lgan hamda nurg'un odamning o'lishini keltirib chiqargan. Shuningdek keyin bu yerga nurg'un odam dastlashga jur'at qila olmagan. 3. Atlantik okean qabristonligi. Bu rayonning klimat sharoiti nachar, bo'ron chopqin ko'p yuz berdi. Doim tumanliq havo rayi ko'rilib, dengiz qatnashiga zo'r qiyinchilik olib keladi. Orolda ko'p miqdorda magnitlik temir rodisi bor bo'lib, bir qadar kuchli magnit maydon hosil qilgan. 16-asrdan buyon 500 dan ortiq paraxod dal bu joy atrofida cho'kib ketgan hamda 5000 dan ortiq odam qazo qilgan. 2. Bermuda uchburchak rayoni. Bermuda taqim orollari Amerika, Florida shtati va Puerto-Ricodan shakllangan uchburchak rayon. 20-asrdan buyon bu dengiz tavalligidan nurg'un sirliq dengiz hodisasi yuz bergan. Shunga nurg'un kishilar tarafidan bu joy yer sharidagi eng g'alati dengiz tavalligining biri deb atalgan. Amaliyotda Bermuda uchburchak rayonining sirliq hodisasi uning murakkab okean iqlimi va klimat sharoiti bilan munosabatli bo'lishi mumkin. 1. Indoneziyaning Yava qadimiy o'nkiri. Bu o'nkirning ichida 6 cho'ng tog' o'nkir bor. O'nkir eg'izi kanalizman holati bo'lib, hammasi intayin xatar bilan to'lgan. Qorga kirib ketganlar hatto o'nkir eg'iziga 6 metrdan 7 metrgacha keladigan yerdami baxtsizlik uchirgan. Buning sababi odam yoki hayvonlar g'or eg'iziga kirganda bir xil sirliq ham kuchli tortish kuchi sababidan o'nkirga so'rab kirib ketildi ekan. Nurg'un kishilar go'shtni arg'amcha bilan bog'lab o'nkir eg'iziga qo'yib yiroqdan sinab qilgan. Natijada go'sht parchasi darhol so'mirilgan. Kishilar uni butun kuchi bilan tarsimi qaytarib kelolmagan. Lekin ba'zilarning qarashicha ichida ma'lum hayvon bor bo'lishi mumkin ekan.